Assalamu alaykum hurmatli haqiqatni izlaguvchilar. Fikr Amri kanalımızga hoş geldinglar. Avval hammamizning kalendardagi yangi yilingizga muborak bo'lsin. Bu yangi yilni bizmo yangi sahifamiz bilan boshlashni qaror qildik. Yangi sahifamizda farzandlarimizni kelgusiga qanday tarbiyalash, kelgusi sistemaga qanday tayyorliklarni qildirish va dushmanning quroli bilan qanday qurollantirish to'g'riliq izlanganlarimizni sunib mangamiz. Biz tunji sonda maktablarda bizlarga o'gitilib boqmagan, hozirmi ham ko'p maktablarda texnicha o'gitilmay kelayotgan farzandlarimizning moliya boshqarish iqtidorini, ya'ni inglizchasi Financial Quotient'ning qisqartirilmasi bo'lgan FQ'sini kichkidan boshlab qanday yetildirish to'g'risida to'xtalamiz. Biz buningdan burun ko'proq anglab kelgan iqtidor ko'rsatkichlari bo'lsa, IQ aqliy iqtidor ko'rsatkichi bilan EQ hissiy iqtidor ko'rsatkichi edi. Mayli 12 yillik maktab ma'rifi bo'lsin va uningdan keyingi kasbiy ma'rif bo'lsin, bizga pul to'g'riliq hech narsa o'rgatilib boqmadi. Hatto oiladami farzandlari xeyli cho'ng bo'lmag'icha bu temalar doim yepib bitib qoladi. Chiqib qolsa-mu, oddiy tushuntirishlar bilan ustini tuvoqlab qo'yadi. Balki bu videoni ko'rayotgan nurg'unlarimiz buningga o'xshash holda pul degan bu temadan yiroq tutilib cho'ng bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Burunlarda kichkidan boshlab ilmiy usul bilan sistemalik qilib farzandlarining pul engini yetildiradigan ota-onalar nihoyat oz edi. Ko'pinchilarimizning pul to'g'riliq oiladan olgan tarbiyamizning qilipi bo'lsa, tirishib o'rgan, imtihon yaxshi ber, kasbni yaxshi tanla, muqim xizmatga erish, ko'proq tijab, oz xarjlab, kishiga muhtoj bo'lma degan tarbiyadan iborat edi. Askirim qilsang hech qisi yo'q, muhimi muqim xizmat, to'mir tovoq deb turib, bir taraflimlik mundaq qilib o'tganda ömür bo'yi taqdirni tubdan o'zgartiradigan fursatdan yiroq qoldirib qo'yadigan tarbiyalarni berib kelgan edi. Ko'pinchilarimiz ota-onamizdan meros qolgan mushu tushunchlarimiz bilan hatto bugungacha kelib, o'zimizmi ota-ona bo'lib, bilib bilmay bu xil ideyani, bu xil tarbiyani farzandlarimizga singdirishga ketib boramiz. Farzandlarimizni boshqa tarafdan tarbiyalashga kuchab, asli muhim bo'lgan moliya boshqarish iqtidorini yetildirish tarafdan bakli sal qarab kelayotgan bo'lishimiz mumkin. Moliya boshqarish, pulga bo'lgan to'g'ri ko'z qarashni yetildirish, hatto kichik yoshlardan boshlab oddiy mablag' silishni o'rgatish, pul yig'ish, pul xarjlash va pul tepishdan tortib bu jarayonlar buningdan keyingi bo'libmi shifrli pullarning, raqamli pullarning borgan seri asosiy ilm setim vositasi bo'lishga qarab mengib, an'anaviy qog'oz pulning o'rnini olish oldida turayotgan bir yuzlanishda biz ota-onalar amday moliya boshqarish tarbiyasida kech qolsak yoki farzandlarimizning o'zining o'rganishiga qo'yib bersak, farzandlarimizga ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Chunki kelgusidagi qurilayotgan sistema cho'nglarimizning degan pulning bir uchi bilakda bo'lsa, bir uchi yurakda deydigan bu maqol tamsilni amaldan qoldirish oldida turmoqda. Qog'oz pulning yo'q bo'lishi bilan qo'lda qolgani faqat bir karta, balki kartimi yo'q, faqat bir barmoq izi yoki yuzini to'ng'izish bilanla pul to'lash orqali qog'oz pulni o'z qo'li bilan sanab turib xarjlaydigan, xazigan seri azobatqiniga qarab o'ziga hay berib, o'zini kontrol qiladigan bu xil hissiyotlar farzandlarimiz uchun hozirlangan kelgusida g'oyib bo'lishi muqarrar. Bu bosqichga kelganda bank hisobida mavjud bo'lgani faqat bir qator raqamlardan iborat bo'lib, o'z amgiki badliga erishgan bu raqamlarni o'rinsiz yerlarga xarjlab, oydan oyga inovatli kartlardan xarjlagan qarzlar bilan o'tkazishga majbur qilib, sistemaning quliga aylanib qolishdek qo'rqinchli oqibatlar farzandlarimizning kelgusida yuz berib qolishi mumkin. Moliya boshqarish tarbiyasi navbatda qancha baldur boshlasak, shuncha sistemaning quli bo'lib qolishining oldini olishimizga sabab qila oladigan bir tarbiya ekanligini jiddiy bir shaklda ko'pchilik ota-onalarga sunib turibmiz. Sistema kishilarning moliya boshqarish, mablag' selish, pulning qiymatini pul paxalligiga qarshi qo'g'dash, boy bo'lish va pul yig'ish jihatdan ko'p narsa bilishni xohlamaydi. Faqat ortiq pulni udul berib bankiga qo'yish engini singdirdi. Chunki bankini ular kashf qildi. O'sim orqali bugungi dunyoni boshqaradigan kuchni qo'lga keltirdi. Bank qanday yer deb zo'r til bilan tushuntirsak, kambag'allarning pulini yig'ib boylarga va tijoratchilarga o'sim bilan ishlatishga berib, kambag'allarning puli bilan qurilgan zavod, korxona va shirkatlarda yana shu kambag'allarni ishlatib, ularning vaqtini, ya'ni hurligini sistemaga qulublab, pensiyaga chiquvchi ishlatadigan sistemaning halqiliq bir partisi bankdan iboratdir. Bu sistemada kambag'allar yig'ib bankiga qo'yishga oldiraydi. Boylar bankidan elib, texim ko'p pul tepib, monopol qilishga oldiraydi. Ma'rif sistemasiga qarab baqsaq, 12 yillik asosiy ma'rifni tamomlab chiqqandan keyin faqat imtihon uchun o'gindigan, imtihon berib bo'lgandan keyinla unutilib ketadigan nurg'un keraksiz bilim va mazmunlar bilan mengni to'shqizib qo'yishni asos qilayotganlik haqiqatni ko'ryapmiz.
Bu xil ma'rifni biz tunji leksiyarimizda ma'rifga bo'lgan izlanishimizda tafsiliy qilib so'zlab o'tgan edik. Kelgusiga agar yana butun umidni an'anaviy ma'rifdan kutib, maktabda o'rganayotganlarning kamchiligi bilan ortiqchiligini izlanib, kamchiliklarni o'zimiz sirtdan to'liqlash orqali farzandlarimizni kelgusi sistemada mazmun turishga sabab qilmasak, ta'lay bilan yo'lni tepib qoldigan, ta'lay bilan muvaffaqiyat qozonib qoldigan, ta'layga urib so'qilib bir yerlardan chiqib qoldigan undaq ta'laylar aqliy iqtidorlik sistemalarning kunni kunga mukammallashib berib algoritmlari tarafidan inchga hisoblanib turib loyihalangan kelgusida ta'layga amda fursat yo'q, uydab qolganlarga texim fursat yo'q. Shuning uchun biz bu yangi sahifamizning har bir yangi mazmunda sirtdan biz qo'shimcha qanday sabab qilamiz, qanday to'liqlaymiz deganlarni har bir mazmunda bir temin tutib turib izlanishlarimizni sunishga tirishimiz. Biz kichik vaqtlarimizda pulni ko'rib cho'ng bo'lsin, ko'zi to'q cho'ng bo'lsin deb bizlarga pulni sanog'ilish orqali pul tarbiyasi elib boradigan u xil usullarmi amdi qog'oz pulning qo'llanishdan qoldirilib menishi bilan farzandlarimiz uchun pul faqat ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, ammo tutquli bo'lmaydigan son sifirlardan iborat bo'lib qolish oldida turmoqda. Bu o'zgarishga hargiz sal qaramayli. Menga o'ylanib, qaror chiqarib bo'lguncha pul to'lash shu o'ltirgan yerda barmoq harakati bilanla o'rintilib bo'ladigan inqilobiy xarakterlik bir o'zgarish yuz bermoqda. Ya'ni pul tepish tez, ammo xajlash 2-3 barmoq harakatining ishi bo'lib qolmoqda. Bu o'zgarishlarni va kelayotgan sistemini so'zlab tugatib bo'la olmaymiz. Bugungi mazmunga bog'alsak, biz tamoman kichkidan moliya boshqarish iqtidorini tarbiyalash, yaxshi bo'lgan pul yig'ish va pul xarjlash odatini yetildirish, mablag' solishni o'rgatish orqali sistemaning hiylalarini buzib tashlab, farzandlarimizni pulning quli emas, pulning xo'jayini qilib tarbiyalab chiqalaymiz. Biz oldingi leksiyalarimizda pul bizning hurligimizning simvoli deb tushuntirib o'tgan edik. Chunki sistema avval kishilarni qarzga bo'g'ib, qarz olgan buyruq oldi deb turib, shu qarzni to'lash uchun qarzdorning beshini shu ishdan ko'tarmay, atrofida bo'layotgan ishlarga aralashqidek vaqti va zehnining bo'lmasligini umid qilib, kishilarning uyg'onib, birlik hosil qilib, sistemaga o'qti chiqishni xohlamaydi. Shunga bu to'zoqdan qutulishning yo'li moliya boshqarish iqtidorini kichkidan boshlab tarbiyalashga ahamiyat berishimizdan boshlandi. Ko'pincha hollarda qanday ko'ngan bo'lsak shunday yashaymiz. Ya'ni yetildirgan odatlarimiz bizni boshqaradi. Shuning uchun farzandlarimizga qoldirilgan eng muhim meroslarimizdan biri kichik yoshlarda yetildirgan yaxshi odatlari bo'lishi kerak. Moliya boshqarish odati buning ichidagi eng muhim bo'lganlardan biridir. Bu yerga kelguncha biz ma'rif boshqarish iqtidorini yetildirishning muhim ekanligiga diqqatlarni tatgan bo'ldik. Endi bizning qanday qilganligimizni so'zlab o'taylik. Bu vaqtda avval deydiganimiz har bir ota-onalar o'z oldimizga har xil manbalardan izlanish qilib, bu masalaga cho'qim astoydil muomala qilishni boshlashimiz kerak. Bu haqiqatan jiddiy bir masala. Chunki farzandlarimiz kunni kunga cho'ng bo'lyotdi. Ularni to'zoqqa tushirish uchun qurilayotgan sistema mukammallashib mengayotdi. Turkiyada 2013-yili maktablarda 3 kunbara harakati boshlangan bo'lib, ko'pincha boshlang'ichlarda bu harakatni olib borgan. Bu harakatning mazmuni bo'lsa, har bir bolaning 3 pul to'playdigan qutisi bo'lishi kerak. Birinchi quta istak va ehtiyoj uchun xarjlaydigan pulni qo'yish qutisi. Ikkinchi quta erishishni nishon qilgan narsaga yig'adigan pulni qo'yish qutisi. Uchinchi quta ehtiyoj sohiblari uchun yoki o'rtoqlashishni xohlaganlarga beradigan pulni qo'yadigan qutisi deb 3 kunbara tayyorlash kerak. Bu 3 kunbaraning ustiga ayrim-ayrim qilib xarjlayman, yig'iman, o'rtoqlashaman deb yozib, yig'ilgan pullarni mushu 3 qutiga ayrim-ayrim qilib selish. Bularni qaysi qutining ichiga qanday taqsimot qilib qo'yishni shu bolaning o'ziga qaror bergizish. Xarjlayman degan qutidan pul olishdan burun 10 sekund qoidasi bo'yicha bu xarjlamoqchi bo'lgan yoki olmoqchi bo'lgan narsa ehtiyojmi yoki istakmi, buni 10 sekund o'ylayotgandan keyin xarjlashga qaror berish. Yig'iman degan qutining ustiga o'zi orzu qilgan biror narsa bo'lsa, uning rasmini yoki ismini yozib qo'yib, pulni uning uchun yig'ish, ya'ni nishondan birini belgilash. Chunki pul tepish yoki pul yig'ishning o'zi nishon bo'lib qolmaslik. Pulning faqat shu nishonga ilib boradigan bir vosita ekanligini ularga o'rgatish. 3-qutiga o'rtoqlashaman deb yozib, u bola xolasa ehtiyojlilarga iona qilish, uyning suv tok gaz chiqimini ota-onasiga birlikda to'lashib beraman desa, buningdan chiqarib o'rtoqlashib to'lash orqali fidokorlik va boshqalarga yordam qilishni o'rgatish qatorliq nurg'un yangi uqumlarni, odatlarni va pulga bo'lgan tunishlarni farzandlarimizga o'rgata Bu xil usulni ko'pchilik ota-onalarga kuchli tavsiya qilamiz va bu usulni shundoq jonliq shaklda tushuntirib ishlagan karton filmning ulanmasini bu videoning ostiga qo'yib qo'yamiz. Ota-onalarning cho'qim farzandlarimiz bilan birlikda ko'rib chiqib, mushu usulni qo'llanishini umid qilamiz.
Albatta buningdan boshqa yana izlangan boshqa usullarimiz bor. Bu jihatdan ko'pchilik ota-onalarning o'z oldiga izlanishi uchun bu yerda eng muvofiq deb qaraganlarimizni sundiq. Tuvanda ota-onalarning foydalanishi uchun bu bir qancha qisqa nuqtalarni qistirib o'tkash bugungi mazmunimizni oxirlashtiramiz. Birinchi, farzandlarimizning pul boshqarish tarbiyasini boshlash ishi eng tuban bo'lganda 3 yoshda boshlansa muvofiq bo'ladi. Ikkinchi, 7 yoshdan 13 yoshgacha haftalik qilib ma'lum miqdorda farzandlarimizga pul berishimiz kerak. Masalan, yoshiga qarab 7 yoshga 7 lira degandek. Bu pulni 13 yoshdan keyin oylik berishga boshlasak bo'ladi. Qanchalik berimiz, bu har bir oilaning ahvoliga qarab bekitilsa muvofiq. 16 yoshdan keyin oddiy mablag' silishlarga va oddiy tijorat qilishlarga yetaklashni boshlasak bo'ladi. 18 yoshga kelganda asosan farzandlarimiz o'zi mustaqil pul boshqara oladigan saviyaga yetalaydiganligiga ishonamiz. Chunki har qatim olgan pulini 3ga bo'lib o'zi boshqarib, istak bilan ehtiyojga bo'lgan to'g'ri tushunchani yetildirib, aldirab istak bilan xarjlayotgan pullarini aslab, xatoliklarni yakunlab, pulga bo'lgan sog'lom tunishni kichkidan boshlab yetildirib, cho'ng bo'lguncha yaxshi bo'lgan bir odatni o'ziga hamroh qilgan bo'ladi. Uchinchi, oilada 7 yoshdan oshgan farzandlarimiz bo'lsa, qo'liga 20 lira yoki 30 lirani tutqizib, bugun sen berib, talla bozordan bizning oilaning kashli qo'rsoq to'yg'izish masalasini hal qilsan deb bolaga berish orqali bahosini solishtirishni, qo'lidagi pulning qanchalik kuchining borligini, qatorliq hukmlarini ularga o'rgatgan bo'ladi. 4. Hisobot tutqudek yoshga kelganda har bir kirim va chiqimni xotirlab, kirim-chiqim hisoboti tutish odatini yetildirish. Telefonlarga tushirib, xotirlash ilib boradigan shundoq yaxshi, haqsiz detallarni ishlatishni farzandlarimizga o'rgatib, uning bilan xotirlab mangsa, texmi yaxshi bo'ladi. 5. Uyda pul ingini yetildiradigan ustal o'yinlarini ko'p o'ynab berish. Masalan, Monopoly degan dunyoga dangliq o'yinni tavsiya qilamiz. Chunki bu o'yin 1903-yili shu davrning gigantlarining qad ko'tarish davomida monopollik qilib, boy bilan kambag'al farqini tez suratda kengaytib ketayotgan bir davrda, u davrning insonlariga monopollikning xato ekanligini ko'pchilikka eskartmoqchi bo'lib, bir xonim tarafidan ijod qilingan bir ustal o'yini. Bu o'yinda pulni to'plab qo'lda tutib turish bilan yig'ilgan hamon uy mulk ilayotganning o'ttirsidagi farqni shundoq jonliq shaklda o'yin o'ynab turib his qildiradigan bir o'yin. Bu o'yin oxirida monopollik bilan boshqalarning mol-mulkini qandoq sumirib, boshqalarni kambag'al qilib, o'zining boy bo'lganlik nurg'un inchika qoidalaridan pul to'g'riliq nurg'un narsani o'rganadi. Qiziquvchilar mushu oddiy bir ustal o'yinining tarixiy orqa ko'rinishini bir izlanib beqishga arziydi. Pulni yig'ish bilan mablag' solishni intayin jonliq sansifirlar bilan tushuntirib bergan bir iqtisodchining videosini tövanga qo'yib qo'ydik. Cho'qim bir ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilamiz. 6. Hisob daftarini oyda bir qatim tekshirib, hisobotning to'g'ri qilinganligini tekshirib mangadigan odatni yetildirish. 7. Ma'lum miqdorda pul yig'ilib qolganda bankaga berib, ota-onasiga bog'lab turib, bolaga bank hisoboti ichib berib, kelgusi sistemaga, ya'ni pulning qog'ozdan raqamga aylangandan keyingi bosqichlar bilan boldir tunishtirib, uni qanday boshqarishni o'rgatsak bo'ladi. 8. Har qatim narsa kerak setib olg'ili bargan fursatni chang tutib, ularga bahosini solishtirishni qatorliq usullarni o'rgatamiz. Oxirida bu bir jumla so'z bilan bugungi leksiyamizni oxirlashtiraylik. Pulni boshqargan hayotini boshqaradi. Pulni boshqarish uchun avval pulni va sistemni tushunishimiz kerak. Ondan farzandlarimizni to'g'ri yetaklay olamiz va oldin sabab qila olamiz. Hammanglar Allohga omonat bo'linglar.